London politsiyasi menga aytayaptiki, telefoningni esdan chiqar. Mani oldida video olish ham juda neudobni. Militsiya keldi, politsiya. Men tashqaridan kutib o'tiribman. Ular kirdi, bino ichida, kruгом binolar. Podyezdlar, короче, bir necha podyezd. Men aytgan podyezd bu. Lekin men lokatsiyada boshqa podyezd ham ko'rsatyapti. Chiqdiki, men aytdim, mana shu adresni ko'ringlar dedim, ikkinchi uyni. Ertalab ham shu adresga ko'rindi, keyin sal o'ynadi-yu, yana hozir shu adresda turibdi deyapman. Aytadilarki, kechirasan, biza lekin kira olmaymiz. Bizda paler yo'q. Ha, bitta uyda bitta timtuq qila olmaymiz. Bu telefon uchun deyapti. Agarki ataka bo'lgan yo biror narsa bo'lsa, u boshqa gap deyapti. U telefon uchun biz uncha tekshira olmaymiz deyapti. Xo'p deyapman, mayli. Men qara deyapman. Kuniga 50 ta 100 ta telefon o'g'irlanadi. O'zing bilasan deyapman militsiyaga. Mabodo deyapmanki, mana shu kontrabanda kattasi bo'lsa-chi, o'zi juda ko'p telefonlar topilsa-chi, senga javob plyus emasmi deyapman. Bunaqa qarish tema qilyapti. Ancha sporlashdim militsiyalar bilan. Chunki tayyor lokatsiya, men telefon ko'rib o'tiribmanki, meni telefonim 10 metr atrofda turibdi. Men o'zi u telefonni esdan chiqargandim bir kun, men yangi telefon olib keldim o'zim. Apple magazindan yangi telefon sotib olib keldim, lekin u lokatsiyaga chiqib telefon o'chirmagan ekan, chunki shunaqa rejimga qo'ygan ekanman, telefonni o'chira olmagan. Turib srazu bateriya telefonni bosdim, hech nima qila olmagan. Короче, shu, politsiya aytayaptiki, hech nima qila olmaymiz, shunaqa. Sen deyapti, просто sirey danni qil deyapti, iCloud'ingni chiqarib yubor, o'zingning narsalaringning xavfsizligi uchun, o'zingning narsalar yangi telefoning bilan qoladi deyapti. Uni esdan chiqar. London politsiyasi menga aytayaptiki, telefoningni esdan chiqar. Men aytayapman, qanday esdan chiqaraman deyapman. Qanday? Men topgan bo'lsam, mana adres o'g'ri yonimda turibdi, 10 metr oraliqda turibdi. Qanday esdan chiqaraman? Xo'p dedim. Mayli dedim. Uje foydasi yo'q ekan. Realli foydasi yo'q ekan bularning militsiyalardan. Keyin aytdimki, so'radiki, bitta yordam bera olamiz. Shuncha dollar qo'yganim uchun endi sal padeshka qilaydi dedi. Korobkasi bo'lsa, email kodini aytasan, shuni yozib qo'yamiz. Agar mabodo sotilayotgan payt yo biron tushib qolsa agar, keyin sangacha kelishi mumkin. Xo'p dedim, berib yubordim. Bilaman, ular baribir qo'shmaydi, hech nima qilmaydi. Chunki 14 Pro Max hali ham yangi model bo'lsa, может bit harakat qilishi mumkin. Unga ham qiziq, bularga ham qiziqmas вообще. Kuniga deyapti, 10 ming 20 minglik telefonlar yo'qoladi deyapti вообще. Men video ham qilganman-ku, mayda o'g'irlar uchun bu yerda uncha tema emas. Keyin ular ketishdi, men ham ketayotganday qildim. Aytdiki, o'zing borib ko'rma lekin dedi. Shunaqa nimalari bor. Bo'ldim, chiqayotganday qildim-ku. Bundan oldingacha o'zim kirmadim. Men 2 soat, 3 soat kutdim, o'zim bormadim ularda, chunki может pichoq bo'lsa kerak, qoravoylarni deb. Lekin politsiyam ketgandan keyin uje ketdi mana bu yer. Men dedim, esimga keldi. O'zbekiston sport ustasi bo'lganmiz, ha. Atak bibliotekaga, мы тоже не из библиотеки вышли deydi-ku, shunaqa. Короче, kirdim, zdaniyaga kirdim. Shu katta zdaniya, podyezdlar bor u yerda. Shu stolning ustida, stolcha, kurilka joyi bor ekan, shu yerga o'tirib oldim-ku. Qo'limda telefon, lokatsiya bilan ko'ryapman, ana shu to'g'rimda binoda turibdi. Keyin akaga aytdim, uyimizdagi akamizga ham, aka dedim, tinmasdan meni nomerimga telefon qilavering. Kishi tinmasdan bosyapti telefonni, men keyin ana u lokatsiyadan telefon iPhonechilar tushunadi, ovoz chiqish uchun shunaqa nimasi bor. Telefonni qayergadir yo'qotib qo'ysangiz, topib bossangiz agar naushnik ting ovoz chiqadi. Ana shunaqani bosdim, короче, tinmasdan bosyapman. Ana u gandanda birinchi politsiya aylandi, yarim soat suda bo'ldi. 100% hayajon bo'lgan unga, o'g'irlagan bolaga. Hozir kelyapti. Men tem bo'lib uni binosiga qarab o'tiribman. Qarab, qaysi bino qayerdan qimirlaydi deb. Keyin telefonni qarayapmanki, u qimirlayapti. Lokatsiya o'zgaryapti sal. U yoqda ko'rsatdi. Keyin orqasidan bordim. Keyin yana unday qaradim, hech kim yo'q orqa tomonda. Yana qaytib kelsam agar, qaytib kelganimdan keyin ovoz eshitilyapti uje. Ting oldin yo'q edi. Ovoz eshitilyapti. Shu o'rtada bitta baryorcha nimacha bor. Katta tuvak, yerdan teparoq. Tuvak deydimi, nima deydi endi? Ana shu yerda gullar, daraxtchalar, kichkina daraxtchalar, короче, ana shuni shipon, o'shani ichida telefon turibdi. Shunday oldim telefonni, yana ekanman dedim.
shunday chiqdim keyin. Endi u telefonni yoki men o'ylayapman tepadan taylagan birinchi etajdan. Chunki oynani yonida turibdi, yoki u sirasi tushib qo'yib chiqdi. Qo'rqdiki, topib kiradi. Chunki topib kiradi men. Yomg'ir yog'yapti tinmasdan. Endi kirishga ketgan bo'lsa farqi yo'q. Meni tanishlarim yaxshi tushunadi. Особенно Ternovga birga Ternovga ketgan bolalar. To'xtata olmaydi. O'zi yuvosh bo'laman, xarakter spokойный, lekin ketsa, tamom oxirigacha ketadi, farqi yo'q. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. iPhone'chilar, Samsungchilar ham. Endi Samsungga bilmayman, bunaqa imkoniyatlar bormi, topish, lokatsiya bunaqa. Lekin iPhone'da bunaqa narsalar ancha osonlashtirilgan dek menga tuyuladi. Sizga qanaqa bilmayman. Agar kimda qanaqadir qiziq nimalar bo'lsa, men o'rgatishim mumkin, yana boshqa video qilishim mumkin. Telefoningizni o'g'irlagan payt nima qilish kerak va o'g'irlanishdan oldin qanaqa nastroylar qilish kerak. Chunki agarki Yevropa, Londonda bo'lgan odamlar uchun juda ham muhim deb o'ylayman. Apasli hududlar juda ko'p. Rahmat hammaga, ehtiyot bo'lasizlar. Qadishga qilib yonimda turgan akalar, bratlar, jo'ralarimga вообще adushi rahmat. Sog' bo'lasizlar.